Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Biz navbatdagi bu hindi mebelimizni o'rnatdik. Aka ukaga ikkita bir xil qilib yasab berdik. Bu mebelimiz 100% akril materialdan, korpuslari MDF bo'lgan. Tepa korpus balandligi 1 metr, pastniki 90 bo'lgan. Shunaqa sifatli zo'r moyga qo'yib berganmiz, sushilka qo'yib berganmiz. Dogovorimiz ichida vitishka ham qo'yib berganmiz. Buni sherigi pastda hozir ko'rsataman. Mana ikkita bir xil, buni ham tepalari 1 metr bo'lgan. Tortmalar beradigan bo'lsa, tandem mexanizm. Bir xil qilib moyga qo'yib berganmiz. O'lchamlari ham bir xil mebelimizni. Ikkalasini narxi общий vitishkalari bilan 29.500.000 so'mga dogovor bo'lgan. Shu pulga o'rnatib berganmiz. Qimmat deyishdan oldin tepa korpusimiz balandligini 1 metrligini hisobga olishinglarni so'rayman. Hammaga rahmat.